348-savol. Qalbga tegishli dardlardan riyo, hasad, kibr, g'azab va hokazolar qanday qutulish mumkin? Kitoblar o'qiyman, lekin ta'siri tez o'tib ketadi. Qalbim poklanib, haqiqiy inson fazilatlariga ega bo'lishni xohlayman. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Ozoz o'qib beraman, qolganini o'zingiz o'qib olasiz. Hasad. Har bir mo'min musulmon banda hazir bo'lishda lozim va lobud bo'lgan qalb xastaliklarining biri hasaddir. Hasad so'zi lug'atda archish va shilish degan ma'nolarini bildiradi. Chunki hasad qalbni archadi va shiladi. U nimalarga zarar beradi? Hasadning zararlari: birinchisi, hasad Alloh taoloning g'azabiga sababdir. Ikkinchisi, hasadgo'yning qalbi hasratga to'la bo'ladi. Uchinchisi, hasad o'z egasining martabasini pasaytiradi. To'rtinchi, hasadchini odamlar yomon ko'radi. Beshinchi, hasad ne'matning zavoliga sabab bo'ladi. Oltinchi, hasad katta yomonliklarning manbaidir. Yettinchi, hasad jamiyatni buzuvchi cho'qmordir. Sakkizinchi, hasad axloqsizlikning alomatidir. O'zingiz o'qib olasiz, qolganini sabablari bilan, isbotlari bilan ko'rsatilgan. 338-bet, 348-savol. Zikr ahlidan so'rang. Ikkinchi qismi.